Onasi yurak hovuchlab keptilar. Bolajonim ko'ryapsizlarmi qilig'ini? Qo'li bilan kindigini o'ynab o'tiribdi. Vot, oyoqlarini qaranglar. Kurtoyga o'xshab tepaga tirab olgan. O'g'il bola-da baribir. Tak, oyijonisiga suvingiz nihoyatda ko'p va bola nima dedingiz, nafas ololmay qiynaladi dedingiz. Qon aylanishi yaxshi nafas. Qon aylanishi yaxshimi? Yo'q, suv ko'pligidan nima bo'ladi bolada bu yerda dedingiz? Nafas ololmaydi. Nafas ololmay yana o'lib qoladi, bo'g'ilib qoladi debdi. Oyisi rosa siqilyaptilar. Oyisi suv ko'pligida bolachi mazza qilib, jid qilib yashaydi. Joy keng, xolasi u yoqqa o'tadi, xolasi bu yoqqa o'tadi. Ko'ryapsiz-ku qon aylanishi qanaqa zo'r. Qon aylanishi yaxshi emas degan, lekin qon aylanishi juda ham zo'r. Kindigidan ham zo'r o'tyapti, siz ham